Bekzodjon, nima qilyapsiz jon uka, hormang? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, magazinimizga yangilik keldi. Shuni bir mijozlarga yetkazib qo'yaylik aka. Nima Aka, ekan? monitorli kalonkalar keldi aka. Bunda eng qizig'i aka, Play Marketi bor, YouTube'i bor, Chrome'i bor, Bluetooth'i bor aka. Telefoningizda nima bo'lsa, bu kalonkamizda ham bor aka. Bu yozda issiq kunda zerga ish qilganda musiqani qo'yib olib ishlaganga nima yetsin aka. Ha, bu to'yda o'tkazadi-yu bu. Aka, bunda marosim, to'y hamma yoqda o'tkazasiz aka. Undan tashqari bu yerdan kalonkalarimiz bor aka, mana hamma yo'g'imiz bor aka. Undan tashqari mashinaga avtorol, Pioneer, Kenworth va radarlarimizgacha bor aka, dominantlarimizgacha bor aka. Bemalol kelib mahsulot xarid qilishingiz mumkin. Qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi Bekzodjon endi? Biz ish haqi so'ramaymiz aka. Pasportda o'ziga 3,5 million so'mgacha mahsulot beraveramiz aka. Shunday kelasiz, pasport shartnomachimizga berasiz, 3,5 million so'mlik mahsulot tanlab olaverasiz aka. Shu do'kondan xohlagan narsasini, xohlagan mahsulotingizni olaverasiz aka. ha, u 4 millionlik narsa olaman desachi. Endi aka 4 million so'mlik narsa olsangiz aka, endi 500 ming oldindan to'lov qilasiz. Qolgan 3,5 millionni 12 oyga shartnoma qilib beraveramiz aka, 3 oydan.